Bugun juda ham quvonchli kun. Bugun hamma talabalar kutgan, 4,5 yil davomida kutgan kunimiz, ya'ni bitiruv kuni. Bundan buyon talabalar o'ylaymanki, bitiruv bu yakun emas, bitiruv bu boshlanish, ya'ni yangi hayotga qo'yilgan qadam deb hisoblayman. Hamma bitirgan talabalarni bugungi bitirish marosimi bilan tabriklayman. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Timurbek, familiyam Mirzayev. Bugun Yaponiya raqamli universitetini bitirdim va ikkinchi diplomni qo'lga kiritdim. Inshaalloh yaqin orada Jahon tillari universitetining diplomini ham olishni ko'zda tutilmoqda. Men bu universitetga kirganimdan keyin o'zimga bo'lgan ishonchim, liderlik qobiliyati, vaqtni to'g'ri taqsimlash, vaqtni qadriga yetish, mas'uliyat va boshqalarning vaqtini qadriga yetish kabi ko'plab yapon madaniyatiga mansub bo'lgan madaniyatlarni, ya'ni qadriyatlarni o'rgandim. Bu men hayotimda juda ham katta rol o'ynadi. Hozirgi kunda yapon tili o'qituvchi sifatida faoliyat yuritmoqdaman, vaqtinchalik albatta. Va yapon tilini o'rganishimda bu yerdagi ustozlarning o'rni juda ham chuqur bo'lgan. Ustozlar kechasi soat 9 gacha kerak bo'lsa qolib, biz savol berganimizda hech qachon vaqtim tugadi, ish vaqti tugadi, bo'ldi biz qaytamiz degan gapni hech qachon eshitmaganmiz. Har doim ba'zida ayol o'qituvchilarga emas, albatta erkak ustozlarimizga kechqurun yozganimizda javob bergan vaziyatlar ham bo'lgan. Shu yapon tilini o'rgatgani uchun barcha ustozlarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bundan tashqari IT bo'yicha deyarli barcha tillarni bazaviy ma'lumotlarni, ya'ni bazaviy bilimlarni chuqur o'rganganmiz. Buning uchun IT bo'limiga alohida minnatdorchilik bildiraman va inshaalloh Yaponiya kompaniyasiga, ya'ni Yaponiyaning Fukui prefekturasidagi H&F kompaniyasiga menejer sifatida ishga kirganman va sentyabr oyida inshaalloh Yaponiyaga ketaman. Ustozlarga yana bir bor rahmat. Bu universitetga menga bergan do'stlari, vaqti, shu 4,5 yil ichidagi hayotiy tajribalar uchun rahmat aytaman. Ajoyib taassurotga egaman, qanaqadir hayajonli. Biz yaqin insonlarimizni tark etamiz, endi bunaqa ko'rishmaymiz bitta gap bilan aytganda. Lekin qanaqadir o'zini gashti bor studentskiy. Avvalambor assalomu alaykum. Yapon tili ta'lim bo'limi rahbari Sheraliyev Komiljonman. Bugun talabalarimizni bitiruv oqshomida ekanmiz. Juda ham xursandman. Sababi men o'zim 2021-yilda Jidoga ishga kirganman va shu talabalarga birinchi yo'l darsga kirganman. Va bu talabalarni bitirishini ko'rib, xuddi o'zim o'qishni bitirayotgandek xursandman. 9 semestr davomida yapon tilini o'rganishdi. Nafaqat yapon tili, balki Yaponiya madaniyatini, yaponlar bilan ishlash madaniyatini o'rganishdi va turli xil proyektlarda qatnashdi. Bu ma'lum bir talaba uchun qilish kerak bo'lgan hamma challenge deymiz, hamma voqea hodisalarni boshdan kechirishdi va orasida demak Yaponiyaga borib kelgan talabalarimiz ham bor. 6 oylik internship programmalari bo'yicha ishlab kelishdi va Yaponiyaga hozir endi ishlari ham aniq bo'lib, endi bu yoqqa Yaponiyaga ketishyapti. Dushanba kuni uchib ketadigan talabalarimiz ham bor. Biz talabalarimizni hammalarini tabriklaymiz. Bundan da katta yutuqlarga erishishlarni xohlaymiz va Xudo xolisa hammalari Yaponiyada ishga kirib, Yaponiyada ishlab, Yaponiyadagi o'zbek jamiyatiga faol ravishda qo'shilib, u yerda ham o'zbeklar sonini ko'paytirib, katta ishlarni amalga oshirishlarini tilayman. Hozir dastlab ishchi xodim sifatida bo'lishsa, keyinchalik bo'lim rahbari yoki kompaniya rahbari darajasiga chiqishlarini xohlayman. ジャパンデジタルユニバーシティ日本修行部の工藤です。卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんはですね、コロナの時にですね、入学してきて、また学生生活を送って、非常に大変なですね、時期の学生生活だったと思います。今日卒業式を迎えることができて、いろんな苦労があったと思いますけども、本当に良かったと思います。この後はですね、それぞれ社会に旅立ち、またある学生に関しては日本で働くことになると思います。これからは学生ではなく社会人になります。日本の企業であるとか日本の地域に貢献するだけではなくて、このウズベキスタンという国に対してもいかに貢献できるのかということを考えながら生活する責任があると考えています。大学で学んだことをですね、しっかり発揮してこれからいい社会人として頑張ってもらいたいと思っています。皆さんがいろんな活躍をしてこの大学にですね活躍した噂がたくさん届いてくることを祈っています。
卒業おめでとうございました。 Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ota-onalar, bitiruvchi talabalar. Bugungi quvonchli kuningiz bilan baringizga chin yurakdan tabriklayman. Men Qoraqalpog'iston Respublikasidan Beruniy tumanidan keldim. Ne prezidentim Allayarov Adilbek, ne bugungi diplom alу marosimidan menga kelib quvonchli kunga sherik bo'lyapman. Bu diplom aluvuna жетісуіне себепші болған ұстазларына мың мәрте рахмет. Менің перзентіме берген білімлеріне, көрсеткен туры жолдары үшін рахмет. Міне осы университеттен алған білімлері білен мінекей әзірде Японияға жұмысқа кетіп бараттыр. Міне еліне, халқына, міне отанымызға үлкен үлесін қосып жатыр. Құда қаласа сол перзентім мен бұданам үлкен нәтижелер күтіп қаламын. Және бір мәрте әмме ата-аналарды, ұстазларды, сол перзенттерімізді тәбриклеймін. ジャパンデジタルユニバーシティの卒業式に参加をしてきました。非常に素晴らしい式典で大変感激をしました。特に卒業生の代表の方のスピーチは素晴らしくてですね、この大学が立派な人材を育てているということを実感いたしました。卒業生の皆さんは日本に行って就職をされるというふうに聞いておりますけど、日本の社会にうまく馴染んで日本の社会の良き一員として貢献してほしいと思ってますし、また将来的にはですね、日本で学んだことをウズベキスタンに持って帰って、そしてウズベキスタンにおけるデジタル産業の発展にも貢献してほしいなというふうに思っています。卒業生の皆さんには心よりお祝いを申し上げたいと思います。まず卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんとてもいい顔をしていました。これからは JDU で学んだことを生かして、それぞれの道で頑張ってほしいと思います。で、もちろんまだ日本へ行くことが決まっていない人もいますが、そういう人たちは私たちはさらに全力でサポートしますので、もう少しの間一緒にまた頑張りましょう。とにかく今日はいい日です。卒業おめでとうございました。ありがとうございます。 Japan Digital University. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada ishga joylashing.